Assalomu alaykum aziz muxlislari, aziz obunachilar, charchamadinglarmi, tuzingmisizlar? Bugun mana bitta shogirdimiz Pardoy akaniki keldik. Bugun emas, kecha ham kelganmiz. Bedanalarini olib ketdik mana. Akamiz mana o'zlari. Gapga obunachilarimizga aka. Mana shu akamiz mana ko'rsatib olmaydi ekan. uyalchanglar. Bedanalar 1 kunlik bedanalarni olgandilar. Mana o'sha nishonani berdi. Necha kunlik bo'ldi Pardoy aka? 37 kun deganda 36 kunda nishonani berdi. 36 kun deganda nishonani berdilar. Kunga veslar 320. Xo'p, hozir mana safarga chiqadigan bo'lib qoptilar. Bedanalarni olib ketman. Uzoqqa ketayotman. Keyin 2-3 oydan keyin kelib yana qilib berasan dedilar, xudo xolasa. O'shanga kelib hozir men qolganini kechadan olib ketdik. Olib ketganimizni mashinaga sig'magan qolganini mana bugun olib ketishga keldik. Akalar, bedana boqish shunaqa bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi bedana boqish. Bir xillarga o'xshab bijg'itib tashlamaydi. Mana bedana boqish qanaqa bo'ladi. 37 kunlik bedana. Mana joyi qaranglar, mana joyi. Mana joyi ko'rasizlar. Mana joyi. Hozir mana shu ochiq joy edi, shu ochiq joy edi. Tomam yo'q edi. Men quruq mana bu yerda devor bor edi, bo'ldi. Mana shu yerga shunaqa qilib mana kataklar, bruderlar o'zlari yasaganlar mana. Katagi ham, mana bu orqadagi bruderlari ham mana. Qo'y, mana shu obstanovkalarni qilganlar. Yo, ana jang ketyapti, jang. Ana. Bularni hozir uylantirib qo'ydik. Like bosasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.